Assalomu alaykum. Men Xuriya Anvara, life coach, sifir coachman. Va albatta bugun 1/10-da 28-da tug'ilgan insonlarning ong sistemasi haqida gapirib o'tdim va endi life coachligim misolida tajribamdan eng asosiy jabhalardan, muammolardan bittasini sizga yoritib o'tmoqchiman. Qarangki, 1/28-10-da tug'ilgan insonlarda ong sistemasi bu yetakchilik ekan, liderlik ekan, mustaqil fikrlovchi insonlar ekan. Bularda g'oyalar keladi va bular o'sha g'oyani amalga tez oshiradilar. Ko'rdimi, o'sha narsani bajaradilar. Bolalikdagi holatga qaytamiz. Endi bu insonlar bu bolaligida xato yoki to'g'ri bo'lishi mumkin. O'ta tez g'oyasi almashib, yangi bo'ladi va biz xatolarini ko'rib turib, bu insonlarda, masalan, bu bolalarni o'zini xatosini to'g'ri yo'lga keltirishda o'rniga sen o'zboshimchasan, mustaqilsan, shuning uchun senda shunday g'oyalar bor, sen shuning uchun shunday insonsan, ya'ni senda g'oya bormi, bu seni eng super silang deyilish o'rniga biz ularda sindiramiz. Ya'ni noto'g'ri fikrlading, muncha noto'g'ri ish qilasan, muncha noto'g'ri gap gapirasan deymiz. Agarda biz ularda to'g'ri qaysi chisloda tug'ilganligini bilib olsak, ularda ong sistemasini biz ularni musbat tomonga o'tkazamiz. Ya'ni sening fikrlaring har doim to'g'ri. Sen xato fikr qilsang ham, to'g'ri fikr qilsang ham bu seniki, bu seni qadriyating. Shuning uchun ko'proq to'g'ri fikrlashing uchun sen ko'proq ilm olishing kerak, deya olishimiz kerak. Qarangki, qizlar da bu juda ham ko'p holatlarda ularda ong sistemasini ishlashini buzamiz. Endi qarang, bu qiz o'zi bir qandaydir g'oyalar bilan nimadir qiladi. Juda ham ko'p bo'ladi bunaqa holat. U har doim gap eshitadi. Chunki birinchida yurgan inson har doim ota-onadan dakki yeydi. Endi qarang, biz bu nimani, ong sistemasini bilsak, bular ko'proq ilm olib turib, ular keyin o'zinikini yaratishni boshlaydi. To'g'ri yo'naltirishimiz kerak ekan. Endi qarangki, biz bularni har doim xato yo'nalish qilganligi uchun, xato fikrlaganligi uchun urushganimizda, bular endi kimni maqtagan bo'lsak, undan o'zlariga kserik ko'payadi. Shuning oqibatida ular keyingi hayotida bir ayol bilan shug'ullanganimda, unda kundoshlik hayoti kelib chiqdi. Qarangki, u har doim do'stimni fikr, meniki emas deganligi uchun u har doim kundosh bilan yuradi. Agarda buni yana ham ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, like tugmasini bosing va menga podpiska bo'ling. Buni juda ham qiziqarli